Menga hozir bitta video tashashdi. Vafo Mo'min degan bir juda hurmat qiladigan insonimiz, bir akamiz. Mendan yoshroq bo'lsalar kerak, ancha shularni videolarini tashashdi. Ular Qalampir uzni pivo festivali bo'yicha qilgan o'sha videolarini olib, endi unda men ham gapirganman. Qalampir hamma gapimni qo'ymagan, bir qo'ysa bir 20% larni qo'ygan, montaj qilib qo'yilgan. O'shani ham olib, yana ham montaj qilib qo'yib, yana shu gapirib shunaqa hurmat qilardik akani. Rahmat hurmat qilganingiz uchun. Biz ham sizni xuddi shunaqa hurmat qilamiz. Hozir ham hurmat qilamiz. Mayli ozgina noto'g'ri gapirgan bo'lsangiz ham bu hech bir millatimiz o'rtasida sovuqchilik tushishiga olib kelmaydi. O'zi tashqi dushman yetarli, ichkaridagi ziyolilarni chalg'itish, bir-biri bilan urushtirib qo'yish, hech qachon bu narsaga bormasligimiz kerak. Faqat keyingi safar shunaqa ma'lumotlar olib qolsangiz, agar iloji bo'lsa, shundoq borib Qalampir osmonga uchib ketgani yo, yerga kirib ketgani yo turibdi, so'rasangiz berishadi. Bo'lmasa o'zimdan so'rasangiz, o'zim olib berardim, iltimos qilib. To'liq videosini olib bitta ko'rib ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi u yerda shunaqa bo'lganki, xuddiki pivani oqlagandek qilib Qalampir ko'rsatgan. Mayli, ular ham endi nima deydi, ko'proq prosmotr kerak deymizmi, boshqa kerakmi, o'z yo'liga uncha e'tibor bermadim. Aka ham olib turib bosortdilar, orqalariga qaramay. Vafo Mo'min nima deb o'ylaysiz? Men shu pivani oqlab chiqishim mumkinmi? Alkogol vositasini. Pivani emas, alkogol vositasini. O'zingiz o'ylab ko'ring. Endi tasavvur qiling, endi biz yoshligimizda ko'proq sport bilan shug'ullanardik. Unaqa ichish, chakishga qiziqmaganmiz. Allohga shukr, hozir ham ichmaymiz ham, chakmaymiz ham, pivo ham ichmaymiz hatto. Men borganim yo'q u joyga. Misol tariqasida va men ko'rganim yo'q. Men qo'limdagi faktlar bilan gapiraman. Faktda alkogol mahsulotlari ichgani bo'yicha menda fakt yo'q dedim. Bir olib qarasangiz ko'rasiz. Agarda alkogol mahsulotlari ichilgan bo'lsa, bu qonunchilikka zid 187-moddani tarkibini berib qo'yadi. U huquqni muhofaza qiluvchi organlar bunga baho berish kerak dedim. Agar yo'q unaqa emas, nomi pivo festivali bo'ladigan bo'lsa, misol uchun yoshligimizda shampan vinolari bo'lardi. Detski shampanskiy deyilardi, yoshlarga olib berilardi. U ichi napitka, usti shampanskiy anaqasi edi, ichsa shampanskiy edi u. Ichimlik edi u. Shunaqa bo'lsa hech kimni gapi yo'q dedim. Siz bir olib ko'ring. Keyin u yerda bir nechta so'zlarni qo'ygansiz. Davlatimiz g'urbat davlati emas, o'yin kulgiga qarshi emasmiz deyilgan joy. Albatta, men hozir ham qarshi emasman. Davlatimiz g'urbat davlati emas, davlatimiz bemalol yoshlarga imkoniyat yaratilgan. To'y tantanada borib o'ynaysiz-ku.